Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amallar yaxshi turibsizlarmi? Bugun biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar darsimizning davomini bir qatam ko'rib o'taylik dedik. Arada biraz vaqt uzrab ketib qoldi. Men mushkullarda biraz maqolam jixlab qoldi. Shu kech kunduz o'tirib maqola yozib vaqtning kunlarning qanday o'tib ketganini bilmay hozir men qarsam 10 necha kun bo'lib qoldi. Shundaqdimi bugun biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarning 2-bobdagi 13-oyatdan 25-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni bir qatim ko'rib chiqaylik dedik. Avval biz bu mazmunlarni bir qatim o'qib chiqaylik. Yahudiylarning o'tib ketishi aytiga oz qolganda Hazrat Isa Yerusalimga bordi. U markaziy ibodatxona o'yinlarida qurbonlik uchun ishlatiladigan kala, qo'y va kaptar sotuvchilarni ham u yerda o'ltirib pul tegishadigan kishilarni ko'rib qoldi va tanidan qamchi yasab, ularning hammasini qo'y kalalari bilan qo'shib ibodatxonadan haydab chiqardi. Pul tegishadiganlarning shiralarini o'rib, pullarni chechivatdi va kaptar sotuvchilarga "Narsalaringni bu pak yerdan ko'tirish, Xudo otamning uyini bozorga aylantirishma" dedi. Buni ko'rgan shogirdlari Zaborda yozilgan bu so'zni esiga olishdi. "Ey Xudo, sening uying uchun ko'rsatgan qizg'in muhabbatim xuddi kuyayotgan o'tning o'zidir." Yahudiy aqsoqollari Hazrat Isoga "Bunda qilishga nima huquqing bor? Seni Xudo avatgan bo'lsa, buni isbotlash uchun bizga bir karomat ko'rsatib baxmamsan qani?" deb savol qo'ydi. Hazrat Iso bunday javob berdi: "Sizlarga ko'rsatadigan karomatim shuki, bu ibodatxonani vayron qilsanglar, 3 kun ichida uni yangiboshdan yasab chiqaman." Yahudiylar Hazrat Isoning javobini tushunmay, "Bu ibodatxonaning yasalishi uchun hozirgacha 46 yil ketgan tursa, sen uni qandaqsiga 3 kunda yasab chiqa olaysan?" deb uni masxara qilishdi. Halbuki Hazrat Iso aytgan ibodatxona uning o'z teni edi. Shunga Hazrat Iso o'lib 3-chi kuni tirilgandan keyin shogirdlari uning bu so'zini esiga oldi va muqaddas yozmalarda qutqizuvchining tirilishi haqida yozilgan so'zlar hamda Hazrat Iso aytgan so'zlarning tegiga yetib e'tiqodi texmi kuchaydi. O'tib ketish hayoti jarayonida Hazrat Isoning Yerusalimni ko'rsatgan karomat va mo'jizalarini ko'rgan nurg'un kishilar uning e'tiqod qilishdi. Lekin Hazrat Iso butkul insonlarning qalbini bilgachga ularga ishonmaydi. Inson tabiati haqida hech kimning uningga bir narsa deb berishning hojati yo'q edi. Chunki u o'zi kishilarning ko'nglida nima bor ekanligini biladi. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunni boshlashdan burun biz oldin qatimli darsimizda Kana yesidagi to'y ziyofati degan mazmunni ko'rib o'tgan edik. Uningda biz asosan Xudo bilan insonlar orasidagi nikoh bilan ifodalangan ahd munosabati bilan ko'rish orqali, to'y ziyofati degan bu nimada Masihning to'y ziyofati oshgan yangi bir davrni ifodalash uchun Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar dastlabki Hazrat Isoning qilgan belgisini, mo'jizasini dal shu to'y ziyofati degan mazmun orqali boshlaganligini, ham shundaqla Rabbning bu to'y ziyofati, qo'zining to'y ziyofati deyish orqali biz to'y ziyofatiga oid muqaddas yozmalardagi bir qancha bo'lib yangi ahdidagi yozmalarni takror ko'rish orqali bizning ham bu yerda tushuna oladiganimiz, anqira oladiganimiz bo'lsa, Rabbning shu to'y ziyofatiga chaqirilgan bizlar va hozir bu shu davrlarimizning Rabbning to'y ziyofatiga chaqirayotgan shuna bir davr bo'lib, oxiri Rabb qizni ko'chagilik yigit qizni ko'chirgilik kelganga o'xshash Rabbmu qaytib kelgan, oxir zamon qaytib kelgan vaqtida, shu vaqtda oxir zamon deganimiz shindiganlar uchun, Xudoning bandalari uchun, shu yigitni saqlayotgan qiz uchun ham shundaqla shu o'zini biz vahiylar qismi ko'rish orqali qo'zining qini orqali o'zini paylab ziyofatga kiradigan shu kiyimni hozirlaganlar uchun, to'nini paylaganlar uchun bir vahiylar qismi orqali biz edik. Shundaq Rabbning qo'zining qini bilan paklanganlarni uchun bu vaqt bo'lsa haqiqatan bir ziyofat, to'y ziyofati, qo'zining to'y ziyofati bo'ladigan bir kun bo'lgan bo'lsa, uning aksicha ziyofatga chaqirilgan bo'lsa-mu, har xil bahonalar, uyim, kalam, yerimni ko'rib kelay deb nurg'un bahonalarni tepib rad qilganlarga o'xshash, shuna bir rad qilganlar uchun bo'lsa,
qarang'uliqqa haydab o'tilib shu tishlarni qo'chirlatadigan kunda birapning o'zining degan gapi shundoq bir kun bo'ldiganligiga oid biz mushu to'y ziyofati degan mazmun orqali cho'ng bir mushundoq bir mazmunni biz anqira olgan bo'lsak ham buning ichidan kichik mazmunlar bor masalan rapning degan so'ziga itoat qilish orqali ya'ni chakarlar rapning so'ziga itoat qilish orqali uning qilgan mo'jizalari uning qilgan ishlariga qatnashib turib rapni tunishga muyassar bo'lganligini ham biz bu yerda ko'rib o'tgan edik. Ham shundaqla yaxshi sharaf, ya'ni eng oxirigacha saqlangan eng yaxshi sharaf degan mazmun orqali biz ya'ni Xudoning so'zini, ya'ni Xudoni, ya'ni e'tiqodchilik hayotimiz bo'lsa, Xudoni tunigan siri biz Xudoning so'zini tunigan siri, tushungan siri bizning hayotimiz Xudoning so'zidan keladigan xo'shallik. Xudoning so'zidan keladigan shu shirin munosabat ham shundaqla hayotga bo'lgan cho'nqur tunishimizni bizga anqaratqizganligini bu yerda anqiralaymiz ya'ni Xudoni tunigan siri hayotimizning texmo go'zal, texmo yaxshi, texmo Xudodan kelgan xo'shallik qiladigan. Ham bu yerda biz yaxshi, xo'shallik desak bu dunyoning nazari bo'yicha, dunyoning o'lchami ichidagi xo'shallik, bu yaxshilik degan narsalar emas. Biz allburun olamning yaratilishini o'tish jarayonlarida, biz o'rganish jarayonlarida Xudoning o'lchami bo'yicha, Xudoning ko'zi bilan qarash, ko'rish, yaxshi yomonni ayirish degan o'lchamni biz Xudoga qo'yib turib biz ko'ralaydigan va tushunadiganni biz allburun o'rganib o'tgandir desak, ham shundaqla bu orqali biz yana eng yaxshi sharafni mushu chaqcha, ya'ni oxirgacha saqlabsan deyish orqali bizning yana bir anqiralaydiganimiz nima desa, keyingilar oldinqisi bo'ldi, oldinqilar bo'lsa orqasida qoldi degan mazmunni biz bu orqali biz bog'lay olamiz. Ya'ni keyingilar oldinqisi bo'ldi deganimiz ya'ni oxirgacha taki hayotining oxirigacha izchil Xudoni tunishga o'zini bog'lagan, izchil oxiriga qadar Xudoga bog'lanib, Xudoni tunish uchun, Xudoning so'zini anqirash uchun har vaqt hayotida Xudoning irodasini anqirash uchun, irodasi bilan yashash uchun oxiriga qadar shunday Xudo bilan birga bo'lgan, ya'ni Xudoga talmirib, Xudoga qarab yashaganlar bo'lsa, mushu oxirida, ya'ni to'yning oxirida chiqarilgan mushu eng yaxshi sharafga o'xshash, mushu eng yaxshi sharafni tetishga muyassar bo'lganlarga o'xshash Xudoning shu to'y ziyofati, qo'zining to'y ziyofatidan, Xudoning xo'shalligidan haqiqiy bahramand bo'la oladigan shu keyingisilar ekanligini biz ham bu mazmun orqali anqiralaymiz. Endi bu mazmunni, ya'ni mushu kanayaslik to'y ziyofati degan mazmunni biz har vaqt anglaganimizda qayta anglaganimizdan bo'lsin, har vaqt anglaganimizda bizga Xudo har vaqt yangi bir anqirashlarni bizga ato qiladigan mazmun. Har vaqt anglaganimizda har xil o'xshamaydigan yangi bir anqirash, yangi bir tushunchalarga erishalaydigan mazmun desam bo'ldi. Xo'sh, shundaqda bugungi mazmunga kelsak, bugungi mazmun asosan ibodatxona degan mushu temani cho'rigan mazmun desam bo'ldi. Oldi bilan bugungi mazmunni biz boshqa xo'sh xabarlar bilan biroz solishtirib ko'rgan vaqtimizda boshqa xo'sh xabarlar, ya'ni boshqa xo'sh xabar deganimiz Luqa bayon qilgan xo'sh xabar, Matta bayon qilgan xo'sh xabar va Markus bayon qilgan xo'sh xabarlarda bo'lsa, asosan bu Hazrat Isoning o'tib ketishi yetib oz qolgan vaqtida ibodatxonaga kelib, ibodatxonadagi bu qo'y, kala va kaptar sotuvchilarni va pul tegishtiruvchilarni qo'g'lab chiqaradigan bunday bir ishi asosan xo'sh xabarning oxirgi qismlarida bayon qilindi. Lekin faqat mushu Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda bo'lsa, dastlabki mazmunlarning biri hisoblanadi. Dastlabda tilga olgan mazmunlarning biri hisoblandi. Ya'ni biz oldin qatimliq mazmunda biz Hazrat Isoning dastlabki mo'jizlik belgisi deb turib, azroq Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarni bayon qilganda tuzilgan bir gavdasini biz asosan tilga olib o'tgan edik. Ya'ni 7 dona mo'jizlik belgini mushu kitobga, mushu bayoniga kirgizganligini deb turib, bu to'y ziyofatidagi bu mo'jizani dastlabki mo'jizasi deb turib, eng dastlabda, ya'ni Hazrat Isoning eng dastlabki qilgan ishi deb turib bayon qilishini ham Hazrat Isoning, ya'ni Masihning to'y ziyofatiga oshgan yangi bir davr,
Yani burunqi koni ahdi davr emas, balki bir yeni bir davrning boshlanganligidan derak beradigan shunday bir mazmun deb turib biz ko'rib o'tgan bo'lsak, bugungi mazmunmi, ya'ni ibodatxonadan ovqatchilarni qo'g'laganligiga oid bugungi mazmunmi, Yohannaning bunaq 5-da, ya'ni o'z bayonining 5-da boshlashi bo'lsa, tilga ilishi, bayon qilishi bo'lsa, ibodatxona haqiqiy Xudoning ibodatxonasi bo'lsa, Rab o'zi ekanligini, Hazrat Isa o'zi ekanligini, ya'ni Xudo bilan insonlarni haqiqiy uchrashtirgan joy, haqiqiy bog'laydigan ibodatxona dal Hazrat Isa o'zining tini, o'zi ekanligini tilga elish orqali, ya'ni bizga ashuni anqirtish orqali keyingi mazmunlarni ham Rabga bo'lgan shunday tunish asosida tushunishimiz uchun shunday oldiga tizgan bir mazmun deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh, undaq biz Yahudiylarning o'tib ketish hayitiga oz qolganda deb o'tib ketish hayiti degan mazmun chiqib keldi. O'tib ketish hayiti to'g'risida burun biz bir qatim to'xtalib o'tgan. Ya'ni Yahudiylar Misrdan chiqadigan vaqtida, ya'ni qulluq makoni bo'lgan shu Misrdan chiqadigan vaqtida qurbonlik qo'zining qinini ishik keshaklariga, ishik beshiga surkash orqali Xudo Misrliklarni jazolab ularning tunjilarini o'ldirgan bo'lsa, Isroillar bo'lsa, shu ishik keshak beshlariga qurbonlik qo'zining qinini surkash orqali Isroillar bo'lsa, ya'ni Isroillarning tunjilari bo'lsa tirik qolgan, lekin Misrliklarni bo'lsa shu jazolagan, ya'ni tunjilarini o'ldirgan. Shunday bir Xudoning o'tib ketgan shu kechisini o'tib ketish hayiti deb atganligini biz tushunimiz, menimcha sizlar aniq bilasizlar deb o'ylayman. Ya'ni Misrdan chiqishni o'qisanglar buni nihoyat aniq tushuna olasizlar. Shu hayitni davomlashtirib, ya'ni Xudo ularni Misrdan elib chiqqan vaqtida Xudo bilan ular ahd tuzganda, ya'ni Musa orqali Tavrat qonunini ularga bergan vaqtida, ahd tuzgan vaqtida Xudo ularni shu o'tib ketish hayitini doim aslashini ya'ni degan edi. Endi bu yerda markaziy ibodatxona deganmi, dal shu mazmunlardan kelib chiqadi. Bu markaziy ibodatxona deganimiz Xudo o'zi ularni Misrdan elib chiqqan vaqtida, ya'ni Tavrat qonunida bo'lib, buni qonun sharhini o'qigan vaqtinglarda bu mazmunlarimiz kelib chiqadi. Xudo o'zi ularni akirmoqchi bo'lgan, ya'ni boshlab kirmoqchi bo'lgan shu zamonga ular borgan vaqtida, Xudo ularga aromlik bergan vaqtida shu joyda Xudo o'zining nomini tiklash uchun tanlagan bir joy bo'ladi. Shu joyga sizlar yig'ilib kelib mening huzurimga yig'ilsizlar degan. Ani shu joy, ya'ni Xudo o'zining nomini tiklash uchun tanlagan shu joyni bu Yahudiylar ibodatxona qilib, markaziy ibodatxona qilib qurib chiqqan. Albatta dastlabda bu joy bo'lsa chidirlarda, ya'ni ahd sandig'ini qo'yib turib chidirlarda shuna o'tgan bo'lsa, keyin buni, ya'ni Davuddan keyin Sulaymon u yerga, ya'ni ibodatxonani qurib chiqqan mazmun. Ya'ni buni Muqaddas kitobning podshohlar qismidagi podshohlarning 1-bobdan 11-bobgacha oid mazmunlar dal shu Sulaymonning ibodatxona ham o'rda qurgandagi mazmunga oid mazmunlar bor. Shunga o'xshash Sulaymon buni qurib chiqqan. Ham shundaqla bu Sulaymonning duosini olgan vaqtinglarda shu joyda ibodatxonani Xudoning nomi bilan atalgan joy deb turib qilgan duolari bor. Bulubmu duasida xalq uchun, musafirlar uchun bo'lsin, boshqalar uchun bo'lsin, hammasi shu ibodatxonaga qarab, ya'ni qo'lini uzatib, ibodatxonaga qarab duo qilsa, duosini anglaysan degan o'xshash shunday mazmunlar bor. Mushu ibodatxonaga qarab duo qilsa, duosini anglaysan degan mushu mazmun hozir qarasanglar musulmonlarmi Makkaga qarab turib, yo'nalishini Makkaga qarab turib namoz o'qiydi. Bumu dal shu mazmundan kelib chiqqan. Shu nima desak bo'ldi. Chunki Daniel payg'ambarning nimasi qarasanglar, ular Yerusalim qarab duo qildi, kunush qatim degan ayt mazmunlar bor. Daniel payg'ambarning shu Yerusalim qarab duo qilishimi? Chunki Daniel payg'ambar surgunda emasmi? Surgun bo'lib, ular nimaga ketgan? Babil tarafidan surgun bo'lib, shu Babilonga elib ketilgan kishi Daniel payg'ambarda. Shu Daniel payg'ambar Babilonda turib, o'zining makoni, Xudoning nomi bilan atalgan shu joy deb qaragan shu ibodatxonaga o'zining yuzini qaratib
turib, qo'lini qaratib turib, duo qilgan, ya'ni duo qilgan mazmun dal shu Daniel payg'ambarniki mazmunida chiqadi. Bayam deganimizdek, ya'ni Sulaymon podshoh qurgan o ibodatxona dal shu Babilon tarafidan Yahudiya surgun bo'lganda bo'lsa, halak bo'lib ketganda Alay bo'lib keyin ular surgunda Babilon turgandan keyin 70 yildan keyin ularning Yerusalimga qaytgan mazmunlari bor. Bu Yerusalim qaytgan mazmunlarni sizlar tarixlar, Nehemiya payg'ambar qismi, Azra qismi, Malaki qismini o'qisanglar, ular shu mazmunlar dal surgundan keyin Yerusalimga qaytgan bir qism kishilarning ibodatxonani qayta qurish uchun qilgandagi shu ish izlari xotirlangan shu mazmunlar. Endi bu Yerusalim qaytgan, ya'ni surgunlikdan qaytgan bu bir qism kishilar qurib chiqqan ibodatxona, bu ikkinchi qatimli ibodatxona bo'lsa, endi bu hozir bugungi mazmunda chiqadigan ibodatxona. Ya'ni Yahudiy oqsoqollarining degan so'zi bor, mush 2-bob 20-oyatlarga qarasanglar, bu yerda bu ibodatxonaning yasalish uchun hozirgacha 46 yil ketgan tursa, sen uni qanday 3 kunda yasab chiqalaysan degan mush ibodatxonaning yasalishiga, ya'ni 46 yil bo'lgan hozirgacha degan aytmish mazmundagi ibodatxona ait mazmun. Bu ibodatxona bo'lsa 3-qatimli ibodatxona, ya'ni Yerodxon bu Yahudiylarni o'ziga qilish uchun quritgan ibodatxona hisoblandi. Bu ibodatxona bu 3-qatimli ibodatxona milodiydan burungi 14-yil qurilishga boshlab, hozirgi ya'ni mushu Yohanna bayon qilgan 2-bob, ya'ni Hazrat Iso bilan Yahudiy oqsoqollari hozirgi mushu gaqiyotgan mushu vaqtning o'zida izchil yasalib 46 yil bo'lganligini da'vatidi. Lekin bu ibodatxona bayam deganish milodiydan burungi 14-yili qurilishga boshlab, milodiy 63-yili rasmiy qurilib bo'ldi. Ham bu 3-qatimli bu ibodatxona milodiy 63-yili qurilib bo'lgan bilan, ya'ni 70-yili, ya'ni 7 yildan keyin qayta vayron bo'lgan ibodatxona, ya'ni mushu 3-qatimli ibodatxona. Hozirgi mazmun dal mushu 3-qatimli ibodatxonada yuz bergan mushu vaqalik orsidagi mazmun deb tushunsak bo'ldi. Ya'ni tarixiy arq ko'rinishini biroz tushensanglar, sizlarga bugungi mazmunni tushunishga oson bo'ldi deb turib, bir qatim yig'inchoqlab o'tdik. Xo'sh, endi bo'lsa davomiga kelsak, mazmunimizga kelsak, Hazrat Iso dal mushunaq Yahudiylarning o'tib ketishi e'tiroz qilganda Yerusalimga bordi va markaziy ibodatxona o'yinlarida qurbonlik uchun ishlatiladigan kala, qo'y va kaptar sotuvchilarni ham u yerda o'ltirib pul tegishadiganlarni shu kishilarni ko'rib qolganlikqa oid mazmun. Endi bu yerda kala, qo'y sotuvchilar nimishga bu yerda mavjud bo'lib turdi desa, mencha bu mazmunni tushunish bizga bek yiroq emas. Masalan, sizlar qanday ko'rgan bo'lishinglar mumkinmi bilmadim. Burun Urumchidagi vaqtimizda shu Urumchida qaysi mechitlarning oldilarida Jaynamaz satadigan, tepsi satadigan, shuna bir balalarni jiq ko'radi. Ham shunaqlar o'sha mechitning dal darvozasining oldidalam bir bodkalarda shunaq, ya'ni namoz o'qigan, ya'ni mechitning ichida namoz o'qiganda kerakli bo'lgan shu narsalarni shu joyda satadi desam bo'ldi. Ya'ni bu yerda qo'y, kala, kaptar sotuvchilar bu yerda nima uchun mavjud degan vaqtimizda, dastlabda Isroillar Qanon zaminiga kirib o'ltiraqlashgan vaqtda, ya'ni zaminlarni bo'lishib o'ltiraqlashgan vaqtda, ya'ni yiroq joyda, yiroq yerlarda, masalan, ular Iordanning sharqiy qirg'og'ida 3 qabila o'ltirgan emasmi? Va shunaq o'zaro yiroq shu joylardan keldiganlar, ya'ni markaziy ibodatxonaga o'tib ketish heti munosabati bilan markaziy ibodatxonaning ibodat qilg'ili keladiganlar, ular oila bo'yicha keldi emasmi? Shuna keladiganlar yiroq joydan shu mollarni akilishi tez deb Xudo ularning shu mollarga atgan mollari va atgan shu pullarni bo'lsa, shu Yerusalimga kelib, shu joydan elib Xudoga atishini ruxsat bergan. Endi pul tegishadiganlarmi desak, biz ya'ni İsraillarni surgun bo'ldi dedi emasmi? Har qaysi allarga surgun bo'lib shu joyda diaspora olib ketdi-da, shu joyda o'ltiraqlashib, shu joydagi millatlar ba'zilari singib ketganmiz, ba'zilari o'zini saqlab qoldi desak, ana shunda har qanchalarga chechilib surgun bo'lib ketgan Yahudiylarmi qaytadan shu har vaqt o'tib ketish yeti vaqtida mushu markaziy ibodatxona, Yerusalimdagi markaziy ibodatxona keldi emasmi? Kelganda shu o'zining pullarini, o'zining narsalarini tegishadigan uchun
bu yerda pul tegishadiganlarmi bu yerda mavjud bo'lib o'ltirganligini ko'ralaramiz. Masalan, elchilarning faoliyati shu bir ikkinchi boblarni o'qisak, har yerdan kelgan yahudiylar Rabbning shogirdlarining har qaysilarining o'zining tilida so'zlaganligini ko'rishib hayron qolishdi degan shu mazmunmi bekor emas. Ya'ni shu vaqtda yahudiylar har qaysi joylarda surgun bo'lib har qaysi allarda o'ltiraqlashib qolgan yahudiylar markaziy ibodatxonaga kelgan, ba'zilari Grekçe sözleşidiganlar olsa ve bazıları Farsça sözleşidiganlar ve bazıları başka tilde sözleşidiganlar degan o'xshash ish qilib, har qaysi allardan kelgan shuna yahudilar borligini, ham shundoqla ular uchun bu yerda pul tegishadiganlarning borligini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Ham shundoqla bu pul tegishadigan mazmun orqali yana biz asliyalaydigan bir mazmun bo'lsa, ibodatxona kirish beji bor. Yeni ibodatxona kirganda har bir odam shuna boj topshiradi. Endi bu nemishga desak, Hazrat Isoning faoliyat qilgan vaqtida Tiberias shahzodining hukmronlik qilgan davri. Endi bu Yahudiyaga nima qilgan Herod Antipas bo'lsa, shu Tiberias shahzodiga yaxshi ko'rinish uchun, shahzod uchun yasagan yangi shahar bor. Ya'ni yangi shahar desak, shu Galiley ko'lining atrofiga Tiberias şehrida bir shaharni yasatgan kishi dal Herod Antipas. Endi bu yangi shaharni yasash uchun ketgan barliq chiqimni har bir kishi beshiga ortgan, har bir tijoratchilarga, har bir beliqchilarga desam bo'ladi, shuni har birisining qilgan ishida boj oladigan shu qadar ig'ir bir boj seliqi bor. Shunday bir davrlar deb tushunishga bo'ladi. Shu an qisqasi bu ibodatxonaning oldida har bir odam ibodatxonaga kirganda ham pul lozim bo'lgan bo'lgancha shu joyda pul tegishadigan kishilarning shu joyda maxsus o'ltirib, ya'ni pul tegishadigan ishni o'zining xizmat qilib olgan, ya'ni kunlik turmushidagi shuna pul topadigan, kunlik turmushini qamdaydigan bir ish qilib olganligini biz bu orqali ko'ra olamiz. Mol sotadiganlar ham shundaqla bu mol chorvalarni bu yerda maxsus setib kunini beqish o'zini qamdashni maxsus bir o'zining xizmati ishi qilib olgan ekanligini biz bu yerda anqira olamiz. Ya'ni qisqasi, endi bu o'tib ketish yeytida markaziy ibodatxona, ya'ni Xudo o'zining nomini qo'yish uchun tanlab olgan shu joyga yig'ilish, bunda yig'ilishdagi maqsad bo'lsa, Xudo oldida hamdu sano o'qib, Xudoning huzurida shodlanib, hammasi birlikda o'tirib, yeb ichib, Xudoning huzurida Xudoni madihlaydigan shunday bir bayram edi. Hammasi bu bayramda mushu bir joyga yig'ilishi bo'lsa, Xudo ularga va'da bergan, ya'ni ular İbrahimdan boshlab Xudo ular bilan ahd tuzib, ularga o'zi ataqan shu zaminni miros qilib bermoqchi bo'lgan emasmi? Shuni ular Isroillar Qanon zaminiga kirganda bo'lsa, kirib o'ltiraqlashgandan keyin Xudo ularga aromlik bergandan keyin mushu joyga kelib o'tib ketish bayramini mushu markaziy joyda o'tkazishdagi maqsadi bo'lsa, ular dal mushu hozir yashayotgan zamin bo'lsa, Xudo ularga ahdi bilan va'da qilib bergan, miros qilib bergan mushu zamin. Ham shunday Xudolar baxt, barakat ato qilib, Xudo bergan ato qilgan zamin bo'lg'ashqa, mushu joyda Xudo o'zining va'dasi, ahdisi bo'yicha ularga barakat ato qilib, va'dasida turib, ahdisida turib shu va'dalarni amalga oshirganligining baxt barakati sifatida Xudo ularga ato qilgan o'zlarining barliq mahsulotlarining ondan birini ham elib keldigan, Xudoning va'dasida turganligiga guvohchi bo'lib turib, guvohlik beradigan shunday bir simvollik sifatda Xudoning oldida yig'ildigan shunday bir bayram edi. Yani bunun gayet mazmunlansizlar qonun sharhi 26-bobni o'qisanglar nihoyat aniq chiqqan shu markaziy ibodatxonada ularning kelib, Xudoning oldiga kelib ibodat qilishidagi asosiy maqsadlar nima uchunligi degan gayet mazmunlar shu qonun sharhi 26-bobda bir qatim o'qib chiqsanglar bo'ldi. Ya'ni qisqasi o'tib ketish yeytida shu markaziy ibodatxonaga hammasining yig'ilib ibodat qilishi bo'lsa, Xudoga hamdu sano o'qib, Xudoning ularga ato qilgan baxt barakati, ya'ni ular bilan tuzgan va'dasida, ahdisida turganligining guvohi sifatida yig'ildigan shunday bir bayramda mayli bu yerga kelib mol sotib olganlar bo'lsin va yoki bu yerda maxsus o'tirib bayram degan o'xshash molvaranni sotadigan va yoki pul tegishib o'ltirib pul tegishadiganlar bo'lsin, bu ishni, ya'ni markaziy ibodatxonaga yig'ilgan bu ishni haqiqiy Xudoning iltifoti ekanligini cho'nqur tunish orqali Xudoga chin dil bilan shukr rahmat aytadigan bir kun, bir bayram deb bilmasdan aksicha buni bir madaniyat va diniy tuzum qilib olgan. Masalan, sizlar hammalar tushunishinglar mumkin. Masalan, Uyg'urlarmi
Qurvayet, roziyetni ötküzüdü yo'q. Buni bir faqat Uyg'urlarning bir madaniyat аты бабасыдан татып өткізіп келген бір байрам болғанлығы үшін шуны сақлап, әнәні қылғанлығыны біз көріп чоң болған десекме болды. Шуның қоқшаш, мұшында өтіп кетіш етеді мо, бейді яһудилар арасында ham bu bayramni bir madaniyat va an'ana diniy tuzum sifatida saqlashnilam niqotganligini ham shuni olib edi mal sotquchi pul tegishadiganlarmi kishilarmi shunday kishilarmi bu yerga kelgan insonlarning ehtiyojidan foydalanib o'zlarining turmushini qamdaydigan bir xizmat qilganligini biz ham bular orqali ko'ra olamiz. Ya'ni savdo setiq Başkalar bolsa bu yerga kelib ehtiyojini qandırıdı, ya'ni malvaran alıdı. Bular bolsa başkalarning shunday bir ehtiyojini bilgan bo'lg'achqa malvaranni akilib sotadi. Ya'ni bu orqali biz Xudoning belgilagan qonun belgilariga rioya qilishni, ya'ni Xudoning so'ziga rioya qilishga kuch chiqarmasdan, ko'ngil bo'lmasdan Xudo nima uchun mishaga yig'ilishni bizga buyurgan, qanday irodada bizni mishaga yig'ilishga buyurgan deganlarni cho'nqur tushunmasdan aksicha o'zining qulayliqi, qanoati, ya'ni o'zini qondiradigan bir qanoati, qalbini qondiradigan va shundaqla Xudoni xursand qiladigan, Xudoni izlaydigan ishlardan ko'ra o'zining qulaylıqı, rahat parağıtı, Xudo oldidagi mas'uliyatim deb, mas'uliyatim men keldim, qurbanlik qildim, mas'uliyatimni o'tadim degan o'sha shunday bir o'zining rohat uchun, qalbining rohati uchun, o'zining qanoatiga shuna markazlashib qolgan bir tuzilma, xalqning ideyasi, qarashi shuna bir tuzilma madaniyat va diniy tuz sifatida shakllanib qolgan shuna bir ideyaviy ahvollarni bu yerda og'ir ko'rinish qilayotganligini biz ko'ra olamiz. Şuna Rəbəysə bularını görüb, bularının qavatqan muş işlərini, yəni muş mal satıvatqan, pul tişdiğanlar bolsun, muş kişilərini görüb, tanıdın qamçasab ularının əmmisini qoğulab ibadətxandan əydəb çıxağanlığını bu davadıdı. Həm şuna pul tişdiğanların şərələrini örüb çeçivətkənligini davadıdı. Kəptər satqıçılağı bu yerə nərislərin bu pahyərdən kötürüş, Xudo adamın öyünü bazarga aylandırışma degen bu yerdə məxsus yalğız kəptər satqıçılağılam emas. Dәл мұшындақ кәптәр сатқычларға оқшаш қалып қой сатыдыған, мұшындақ еліп сетіп қылдыған, мұшындақ кішілерінің нәзәрді тұтып атқанлығыны біз бет көріп алалаймыз. Яғни Xudo адамның үйіні базарға айландырышма деген сөзі бұл жерде Xudo үшін, Xudoның алдығы келедіған, Xudoның алдыда yığıldыған, Xudo алдыда қошал білдіған, Xudo білән білі болғанлықтан озорлындыған бұл жай. Yani Xudoning uyini savdo setiq tashviqot, o'zining ishki manfaatini qondiradigan, ehtiyojini qondiradigan joy qilib, Xudoning irodasidan, Xudoning asli irodasidan bularga bu yerga yig'ilib ibodat qilishga chaqirgan shu Xudoning asli irodasidan yiroq joyga almashtirib olgan mushundaq bularning ishlarini, ya'ni mushuna bu kishilarning pozitsiyasini bu yerda qamchilayotganligini ko'ra olamiz. Ya'ni Rabbning ko'rgani bo'lsa, ya'ni Xudo bilan uchrashadigan Xudoning oldiga keladigan, Xudoni ulug'laydigan Xudoning uyidi. Lekin kishilar tarafidan, ya'ni Xudoning xalqim deganlari tarafidan, Yahudilar emasmi, Xudo xalqim deganlari emasmi, shu Xudoning xalqim deganlari tarafidan Xudoning huzuriga kelib ibodat qilishning o'rniga Xudoni izlab keladigan joyni Xudoni izlaydigan joy emas, aksicha o'zining ehtiyoji, qanoatini qondiradigan shunday bir joyga aylantirib olganligini, qamchilayotganligini ko'ra olamiz. Endi bu yerda Rabbning Xudoning uyiga bo'lgan qizg'inligi, ya'ni shogirdlar Rabbning bu qilgan ishini ko'rib, Zaburda yozilgan so'zlarni esiga olish dedi emas. Bu yerda Zaburdagi bu gap bo'lsa 69-munojat 9-oyatdagi so'z, ya'ni ey Xudo, sening uying uchun ko'rsatgan qizg'in muhabbatim xuddi kuyayotgan o'tning o'zidir deydi. Endi bu yerda Xudoning uyiga bo'lgan qizg'inligi, muhabbati ni ta'sirlagan so'z bo'lsa, Xudoning uyi deb atalgan, Xudoning xalqi bilan Xudoning uchrashadigan joy deb atalgan shu joy, ya'ni Xudo bor bo'lgan, Xudoning huzuri deb atalgan shu joy. Xudoning xalqining Xudoga yiqilishadigan joyiga bo'lgan Rabbning sevgisi bilan muhabbatini dal shu qizg'ilg'i orqali berish isbotlagan bo'lsa, Xudoning kishilar orasida turadigan joyiga ko'rsatgan Xudoning jamoli, huzuriga bo'lgan muhabbatini, Xudoga bo'lgan muhabbati orqali Xudoning ulug'ligini hurmatlashi, ya'ni hurmatidan chiqqan qizg'inlik. Shundaqla Xudoning o'zi sevgan kishilari bilan bo'lgan munosabatiga bo'lgan cho'nqur tonishidan kelib chiqqan shundaq bir qizg'inlik.
Hem şunlarla Xudanın teşnalıqı iradesini, özünün iradesi, vazifesi dep görüp insanlar arasında Xudanın şu joyda turuşuga bo'lgan teşnalıqıdan kelib chiqqan qizg'inlik ekanligini ko'ra olamiz. Hamda bu qizg'inlikni nima demoqchi desa, bu qizg'inlik bo'lsa, ya'ni Xudoning uyi Xudo bilan insonlarni bog'laydigan bir joy dal shu Xudoning uyi. Ya'ni gunohkor insonlar Xudo bilan birga turish uchun cho'qim bo'ladigan joy dal shu Xudoning uyi, ibodatxonamiz. Ya'ni Xudoning insonlar orasida turish uchun bağlab turadigan, vosita bo'lib turgan joy ham dal shu Xudoning uyi edi. Shunga bu yerda Rabbning Xudoning uyi uchun ko'rsatgan qizg'in muhabbati xuddi kuyayotgan o'tning o'zidir degani dal shunday Xudoning irodasi. Ya'ni gunohkor insonlar bilan Xudoni yaqinlashtiradigan, gunohkor insonlarning Xudoning huzuriga kelalishi uchun insonlarni shu qadar sevgan Xudoning ham insonlar bilan birga turalishi uchun hozirlagan joy, ya'ni irod qilgan joy ibodatxon bo'lgan bo'lg'achqa, Hazrat Iso bu yerda Xudoning irodasini, Xudoning qalbini, Xudoning echinishini to'liq his qilgan, to'liq tushundigan Hazrat Isoning dal mushu Xudoning irodasini nazarda tutib, Xudoning uyiga, ya'ni muhabbati, qizg'inligini dal mushunda ko'rsatganligini bular shogirdlarning bu yerda esiga olib, ham tushunib yetganligini bu yerda da'vat etdi desak bo'ldi. Endi shogirdlari Hazrat Isoning bu ishiga, ya'ni mush ibodatxona o'yinlaridagi malvaran sotuvchilarni pul teshadiganlarni qo'g'lab chiqqaniga qarab, Rabbning muhabbatini, ya'ni Xudoning uyiga bo'lgan, Xudo bilan insonlar bog'lab turgan shu joyga bo'lgan Rabbning muhabbati, qizg'inligi deb tushungan bo'lsa, endi Yahudiy oqsoqollari buni qanday tushungan desa, seni Xudo avatgan bo'lsa, buni isbotlash uchun bizga bir karomat ko'rsatib baxmamsan. Bundaq qilishga nima huquqing bor? Ya'ni sen nima huquqingga tayanib bu ibodatxonaning o'yinlaridagi malvaran sotuvchilarni pul tegishadiganlarni sen qo'yilding. Sen nimaga asosan bunday ishni qilding deb turib bu yerda so'rayotganligini bu yerda ko'rib olamiz. Chunki bu yerda Yahudiy oqsoqollari deganimiz, bu oqsoqollarning ichida kengashmining odamlari bor, Tavrat ustozlari bor, kohinlar bor, degan shu har turli odamlar bor. Bular bo'lsa bu yerda Hazrat Isoning qilgan bu ishiga qarab nima huquqing bor deyishdagi sabab bo'lsa, bu ibodatxonani asosan boshqaradigan, tuzumlarini tuzaydigan, boshqa tartibni saqlaydiganlar kimlar desa, dal shu Yahudiy oqsoqollar ichidagi kishilar emasmi? Shuning uchun bu ibodatxonani tartibga soladigan, bu ibodatxona bala tuzumlari, bala nimalariga mas'ul odamlar biz tursak, sen nima huquqing bilan bu kishilarni qo'g'lab chiqarding deb turib Hazrat Isoning so'roq qilayotganligini biz bu yerda ko'rib olamiz. Endi Hazrat Iso bo'lsa, bundaq Yahudiy oqsoqollarining buna savoliga javoban dal bayon degan o'xshash bu ibodatxonani vayron qilsanglar, ya'ni o'rvatsanglar, 3 kun ichida men uni yangi boshdan turg'izman, ya'ni tiklab chiqalayman, yasab chiqalayman deb javob berish orqali bu yerda 3 kun yasab chiqalayman degani dal o'zining tini bo'lib, ya'ni krisga mixlanib 3 kundan keyin qayta tirildi emasmi? Tirilish orqali, ya'ni krisning ustida qon oqizish orqali insonlarning barliq gunohlarini o'z ustiga elib, ularni o'zining qoni bilan paklaganligi orqali insonlarni Xudoga bog'lab, Xudoga yaqinlashtirganlik, ya'ni insonlar bilan Xudoning munosabatini bog'lagan, yarashtirgan, insonlarni boshlab Xudoning huzuriga elib kelgandiki, shu tinini o'zining dal burun Xudo o'zining, ya'ni insonlar orasida turish uchun ibodatxona, markaziy ibodatxonani o'zi tanlagan joyda nomini tiklash uchun yo'l qo'ygan shu joyning rolini Hazrat Iso dal mukammal holatda o'zining tinida tamomlaganligini, namoyon qilganligini nazarda tutib, bu yerda 3 kunda men yasab chiqaman deganligini aytayotganligini bu yerda alayda ko'z tutib turib ta'kidlaydi. Ammo bu yerda Yahudiy oqsoqollari Hazrat Isoning gapini anglab bayon degan emas. Biz bu 3-qatimliq ibodatxona bo'lsa, ya'ni 14-yili, milodidan burun 14-yili qurilib, milodiy 63-yili tamomlangan mush ibodatxona. Ya'ni qurilish uchun 70 necha yil ketgan mush ibodatxonani Hazrat Isoning o'rvatsanglar 3 kun ichida men tamomlab, ya'ni tiklab chiqaman deganiga Yahudiy oqsoqollari bo'lsa, bu yerda uni masxir qilganligini deb turib, bu yerda ya'ni Xudoni tunimoqlik uchun, ya'ni ular Xudoning irodasi, Xudoning qudrati,
Xudoning huquqini tunamagan, tushunib yetmagan ularning Xudoning huquqini, Xudoning qudratini masxir qilgan. Bu yerda Hazrat Isoning masxir qilgani dal Xudoning qudrati, irodasini masxir qilgan emasmi? Dal shunday masxir qilishganligini bu yerda ta'kidlayotdi. Davomini qarasak, ya'ni shogirdlari Hazrat Iso o'lib 3-kun tirilgandan keyin uning mushu so'zini esiga oldi, ham u vaqt yozilgan so'zlarni u aytgan so'zlarning tigiga yetdi, shunday e'tiqod ham kuchaydi degan aytmasmi, bor emasmi? Mushun qarasak Hazrat Iso o'lib tirilgandan keyin shogirdlar uning burun ular bilan birga vaqtida qilgan so'zlarini, ham shunday burun muqaddas yozmalarda Hazrat Iso haqidagi aytilgan barliq so'zlar, xotirlangan barliq so'zlarning tigiga yetganligini deydi. Endi bu yerda biz mushu bugungi mazmundalam esiga oldi degan so'z ikki qatim chiqadi emas. Bu esiga oldi degan so'z mushu Yohanna bayon qilgan xush xabar 14-bob 26-oyatga qaraydigan bo'lsak, muqaddas ruh sizlarga amin o'rgatadi, mening aytgan hamma so'zlarimni esinglarga soladi degan so'zlar bor. Ya'ni muqaddas ruh Rabbning barliq aytgan so'zlarini bizga anqiratqizadi, tushundiradi, bizga bo'lgan irodasini anqiratqizadi, shu bizni yetaklagan yo'llarni bizga anqiratqizib, shu yo'llarimizni yetaklaydi degan ayet mazmunlar emas. Muqaddas ruhning hozir bizning hayotimizga qilayotgan xizmatlari, bizning hayotimizni muqaddas ruh qanday ishlar qilayotganligi ayet mazmunlar ham shu Yohanna bayon qilgan xush xabarda chiqadi. Shunga bu shogirdlari Hazrat Iso o'lib tirilgandan keyin bular mushu barcha so'zlarni, ya'ni Hazrat Iso ularga aytgan barcha so'zlarni va shunday muqaddas yozmalardagi barliq bishoratlarning tegiga yetganligi degan ayet mazmun dal mushu Xudoning ularga muqaddas ruhi orqali o'zining haqiqatlarini, ya'ni Pavlos mu deydi emasmi, bu sirni Xudo bizga namoyon qildi, oshkorladi deydi emasmi? Shunga o'xshash, ya'ni barcha yozmalardagi Xudoning barcha so'zlarini, irodasini, ham shunday Hazrat Iso ularning orasida yashagan vaqtlarda ularga aytgan barliq so'zlarning haqiqiy maqsadini, shunaqla ular so'zlarning ma'nisining nima ekanligini muqaddas ruh orqali bularga aniq anqiratqizib, Rabbning mushu so'zlarining nimaligini haqiqiy tushuntirganligini bu yerda aytadi. Ham shunaqla shogirdlarimi bu Rabbning so'zlarini qilgan so'zlarining tigiga yetgan sari, ya'ni so'zlarini anqirab, tigiga yetib cho'nqur tushungan sari Rabbga bo'lgan tunishi, Rabbga bo'lgan e'tiqodi texmi kuchaydi deyish orqali Rabbni tunigan sari biz oldingi babda, ya'ni Xudoni tunigan sari xushalligimiz eshib boradi deganga o'xshash. Shogirdlarning Rabbning so'zlarining tegiga yetgan sari, tushungan sari shundaqla barcha muqaddas yozmalarda bishorat qilgan barcha so'zlarning tegiga, ya'ni ularning ma'nosiga tushungan sari, yetgan sari ularning Rabbga bo'lgan tunishi shu qadar cho'nqurlashib, Rabbning irodasiga bo'lgan tunishi cho'nqurlashib, Rabbga bo'lgan muhabbatimi shu qadar cho'nqurlashmanganligini, ham shunday Rabbga bo'lgan tunishi cho'nqurlashgan sari, Xudoning so'zlariga bo'lgan tunishi cho'nqurlashgan sari, Xudoga bo'lgan muhabbati cho'nqurlashgan sari e'tiqodi, ishonchining texmi kuchayganligini bu yerda davatganligini biz anqira olamiz. Ham shundaqla bu mazmun orqali biz yana anqira oladiganimiz nima desa, biz balkim Xudo bizni yetaklagan yo'llarni, Xudo bizga degan so'zlarni, boshqalar orqali yetkazgan so'zlarni bo'lsin, biz shu hamon balkim tushunmasligimiz mumkin. Va yoki balkim sizlarmi mushu darsni anglab yurib, Xudoning mushu so'zlar orqali nimalarni demoqchi bo'lganliklarini balkim anglagandek, tushungandek bo'lsanglarmi, bu mazmunlar balkim hayotinglarga, kunlik turmushinglarga cho'nqur singib kirmasligi mumkin, cho'ng o'zgarishlar paydo qilmasligi mumkin. Lekin biz bu o'rgangan so'zlar, anglagan so'zlarimizni dal biz hayotimizni muhtoj bo'lgan shunday vaqtlarda muqaddas ruh orqali biz anglab kelgan, biz o'rgangan yoki biz tushungan, burun tushungan, anglagan shu so'zlarni bizning esimizga selish orqali, shu so'zga bog'lab turib, shu so'zga tayinib turib, umidimiz va ishonchimizni Rabbga bog'lashimizga, Rabbga yetaklaydigan dal so'zlar dal mushu biz anglayotgan, bugun anglayotgan, biz anglagan shu so'zlar orqali dal muqaddas ruh shunday xizmatlarni qilganligini biz ham bu yerda anqira desam bo'ldi. Davomini ko'rib o'tsak, o'tib ketish hayoti jarayonida bo'lgan ish nima desa, bu Rabbning ko'rsatgan karomat va mo'jizalarni ko'rgan nurg'un kishilar uningga e'tiqod qilishdi degan mazmun. Ammo bu Rabbning karomat va mo'jizalarni ko'rib Rabbga e'tiqod qilgan shu kishilarga
Rəbnin qarğan көзі qandaq desa, ularga işenmeydigan көз bilen qarğanlığını bir iniq dep yürü. Yani Hazrat İsa insanların qalbini bilgeçke ularga işenmeydi deydi. Çünkü Rəb şu kişilerinin Rəbni çoğunqur düşengenliği səbəbidən Rəbki boğan muhabbeti teşnalığı boğanlığı için İşenmey, əksicə Rəbnin karamət və möcüzünü görüb, Rəbə itiqad qılğan. Yəni bu degini, ular həqiqətən Xudağa bolğan, Xudanın iradəsiga bolğan çoğunqur tunuşi, bilişi, muhabbeti yoki təşnalığı bilan işenç bağlığanlıq emas, bəlkə ular hazırki ahvallarda көз aldidagi özgürüşke, ularning ahvallarini özgertganligiga, ham shundaqla ularning yes tuyg'ularini Tavri təlgəliyi qarab, özünün içindeki bir qanaati, tuyğusi və tələblərini orundalaydığı qabiliyyəti, iqtidarı qarab durub işengenligini beni davadıdı. Bunu biz hazır günlük turmuşumuzdaki ahvallara qarab təsvirləydiğən bolsaq, məsələn bizim cəmiyyətimizdə çoğunlardan tatib, yoki ata-onalar bolsun və yoki qiz oğullar bolsun, özləri bolsun, bu toy qilish obyektini özləri tanlagan vaqtida bolsun. Qarşı tərəfning iqtisadi ahvoli, yanchug'idagi ahvoli, ya'ni nima deymiz desa, puli jiqmi, muqim xizmati bormi, boymi, iqtisadi ahvoli yaxshimi degandek, ya'ni iqtisodiy jihatdan qiyin qolmaydigan maddaviyati, ya'ni moddiy jihatga bog'liq ehtiyojlarini chiqalaydigan shundoq bo'lsa o'zlari yaxshi turmush kechiralayman, xotirjam hayot ko'ralayman deb qarab, shundoq to'y qildiganlar, shundoqqa obyektiv tanlaydiganlar nihoyat ko'p. Bu balkim e'tiqodchilar orasida bo'lmasin, balkim sizlar anglaysizlar atrofingdagi do'stlaringlardan, atrofdagilardan ko'rayotgansizlar balkim. Shuning o'xshash bu qarshi taraf menga markali, qimmatbaholiq, men shu yaxshi ko'rgan shuna kiyim-kechak qimmatbaholiq narsalarni menga appaganligi uchun uning bilan to'y qildim yoki uning bilan aralashdim yoki uni tanladim degan o'xshash bir hisobda Rab Aysoning mo'jiz karomatlarini ko'rib ishenganlarmi dal shundoq bir pozitsiya ekanligini biz tushuna olamiz. Ya'ni haqiqiy tushunganligi, haqiqiy tunug'anligi, haqiqiy so'yganligidan emas, balki mo'jiza va karomatlar orqali ko'z oldida shu ishlarni qilganligi uchun shu ko'z oldidagi o'zgarishga qarab, shu ko'z oldidagi o'zgarish o'zining hissiyotini tavratganligi, tuyg'ularini tavratganligi uchun ishenganlar. Ya'ni cho'nqur tushunganlikdan emas, balki shu ko'zining ko'rganligiga qarab ishenganlar. Bular dal biz bayan misalda deganga o'xshash, dal shu puli bilan, mal dunyosi bilan, elib bergan qimmat-qimmat sovg'atlari bilan, shuningga qarab qarshi taraf bilan to'y qilganga o'xshash bir masala. Shunga Rab insonlarning qalbidagi, ya'ni ularning qalbidagi shu ishlarni bilgan bo'lg'ash, ya'ni ularning qalbidagi niyat maqsadlarini, ularning Rabning oldiga kelishidagi niyati nima, haqiqatan Xudo bo'lgan sevgisi, cho'nqur tushunchisi, intilishi bilan keldimi, haqiqatan Xudo bo'lgan hurmat bilan keldimi yoki bo'lmasa o'zining shu qalbidagi bir ehtiyojini, o'zining hayotidagi shu ehtiyojini, qanoatini qondirish uchun keldimi? Buni Rab aniq tushungan bo'lg'ashqa, qalblarini ko'rib turgan, kuzatib turgan bo'lg'ashqa, ham shundaqla insonning tabiatini nihoyat to'liq tushungashga, bilgashga, boshqalarning uningga agishishi, boshqalarning uning oldiga kelishi, haqiqatan uning bo'lgan sevgisi, intilishi bilan keldimi yoki bo'lmasa o'zining istak-xohishini qondirish uchun, o'zining qanoatini qondirish uchun yoki vijdonini qondirish uchun keldimi deganlarni aniq anqara olgan bo'lg'ashqa, ularga ishonmaydi, ularning e'tiqodiga ishonmaydi, ularning o'ziga e'tiqod qilganiga ishonmaydi deydi. Ya'ni biz haqiqatan Xudoga bo'lgan sevgimiz bo'lg'ashqa, Xudoni bilgimiz bor, Xudoni tushungimiz bor, Xudoning huzurida, Xudoning irodasini anqirg'imiz bor, Xudo bo'lgan sevgimiz bilan, uning bo'lgan hurmatimiz bilan Xudoning oldiga kelyotimizmi, Xudoning oldida yig'ilishlarda, mayli boshqalar uchrashganlarda, Xudo bo'lgan sevgimiz bilan, muhabbatimiz bilan boshqalarga Xudoga o'xshash muomala qilyapmizmi degan o'xshash shunday har bir qalbimizdagi bizning holatlarimizni, bizning qalbimizdagi Xudoga bo'lgan o'rinni, qalbimizdagi Xudoga tutgan shu pozitsiyalarimizni biz har vaqt tekshirib turishimizning naqadar muhimligini biz ham bu yerda anqara olamiz. Biz ham Xudoga, Rabga ibodat qilgan vaqtlarimizda, Xudoning so'zini o'qigan vaqtlarimizda, anglagan vaqtlarimizda haqiqatan Xudoning so'ziga bo'lgan muhabbatimiz bilan, hurmatimiz bilan o'qib anglayapmizmi yoki bo'lmasa
özümüzün vicdanını qanoatlantirish uchun. Ya'ni men bugun o'qimagan bo'lg'achqa o'qib yetaychu deb turib, mas'uliyat sifatidan vazifa uchun o'qiyapmizmi Xudoning so'zini. Qilgan ibodatlarimizda ham boshqalarga agishib qilayotgan ibodatlarimizmi, boshqalar agishib qilgan duolarimizmi yoki boshqalarning shu qilgan duolari, ibodatlari bo'lsin yoki madiha naqshlari bo'lsin, ular bizning tuyg'umizni g'idiqlaganligi uchun shu tuyg'umizga agishib qilyapmizmi yoki haqiqatan Rabga bo'lgan muhabbatimiz bilan qilyapmizmi degan o'xshash shunday zil bo'lgan tushunchalarni biz doim qalbimizni anqirab, qalbimizni ko'zitib, qalbimizda nima ishlar bo'layotidi, biz doim tekshirib turishimizning ham naqadar muhimligini dal mushu 23-oyat orqali biz ham bir qatim o'ylab chiqa olamiz. Endi eng oxirgi oyat, ya'ni inson tabiat haqida hech kimning uning bir narsa deb berishning hojati yo'q, chunki o'zi kishilarning ko'nglida nima bor ekanligini biladi deb bu degan mazmunni biz oldingi mazmunlar orqali bir qatim eslab o'talaymiz. Ya'ni Rab Petroska degan vaqtida bundan keyin sening isming Kefas bo'lsin deb turib Petrosning ismini shundaqli Kefas qo'ygani emas, balki Rab shu Petrosning ishki tabiatini, uning alayligini oldin bilib va uning qanday bir hayot yashaydiganligini oldin bildi emasmi, bildi. Shunga Rab Petrosning mush e'tiqodchilik hayotida, shogirdchilik, mush elchilik hayotini dal mushu Kefasga o'xshatib turib, uning ismini Kefas qo'yganligini biz oldingadim deb o'tdik. Ham shundaqla Nataniyel, ya'ni Bartolomayni Filip shu Bartolomayni chaqirgandimi, Bartolomayning ichida hech qanday hiyla mekrisi yo'q, haqiqiy bir Isroil deb turib, uning tabiatini ko'rib turib, uning dabbagan vaqtida Bartolomay hayron qolgan emasmi? Ya'ni shuningga o'xshash Rab bizni chaqirganda, bizning hayotimizdagi, bizning tabiatimizni, qanday hayotimizdagi qanday ishlarga, qanday muomala qilganligimizni, qanday ojizliklar ekanligimizni hammasini bildi, tushundi, bizga esdashlik qildi, bizga yordam qildi degan o'xshash shunday bir mazmunni ham bu mazmun orqali tushuna olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunni shu yerda oxirlashtiraylik. Ya'ni bugun biroz orq ko'rinishini, ibodatxon to'g'risidagi mazmunlarni so'zlaymiz deb biroz o'sha mazmunni ham jiqlab qoldi. Ham shundaqla bir ishkatni bak aldirash, ya'ni maqola yozmin deb kech kunduz demay qamag'ishga shu qadar hamda charchash holatda bugungi mazmunni chiqarib qoldim. Shunga aqaldi mazmunlar biroz qiyib ketgan mazmunlar bo'lishi mumkin. Shundaqdimi Xudoning sizlarga bugungi mazmun orqali haqiqatan sizlarning hozirgi ahvolinglarda, sizlarning hozirgi hayotinglarga kerak bo'lgan, sizlar muhtoj bo'lgan shu so'zlarni, shu so'zlarni sizlarga anqaratqizish orqali hayotinglarga yetakchilik qilishini umid qilma. Maqolamiz qarindoshlar, Xudo hammanglarga muqaddas ruhdan kelgan aql, farosat, donolik, cho'nqur tushuncha ham ro'shan qalb ato qilishini umid qilma. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.